Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inject Medical ko'p tomonli klinikamizda davolanib tanzilit, surunkali tanzilit bo'yicha natijaga erishgan bemorlarimiz oylar o'tib bularga oldinroq adenoidni vegetatsiya bilan operatsiya qildirishgan, adenoidni oldirishgan. Qaysi viloyatdan kelganingiz, nima shikoyatlar bilan keldingizlar? Hozir bizdan 3-kursni olib bo'ldingizda. Shuni bafurja aytib bersangiz. Biz Guliston shahridan kelganmiz. Qizimda adenoid olingan edi. Adenoid olingandan keyin anginasi o'zini o'zi so'rib ketadi deyishdi doktorlar. Keyin biz doktorlarga ko'rsatdik, yo'q, so'rilmadi angina. Endi deb anginani oldiramiz dedi. Qizim nafas anginasi katta bo'lgani uchun baribir xalat berardi. Keyin bir nechta doktorlarga olib bordik, yo'q dedi, biz dedi qaytara olmaymiz dedi. Keyin men shu Inject klinikasini YouTube'da nimalarni ko'rib, o'zim ishonch hosil qilganim uchun bu yerga olib keldim. Bu yerga olib kelishdan oldin ham ko'pgina vrachlardan maslahat oldim. Shuni xususiy klinikaga olib bormoqchiman, davosi bor ekan shu yerda deganimda, yo'q, butun dunyo bo'yicha bu angina davosi chiqqan yo'q, topilgan yo'q. Buni oldirsangiz, shunda bolangizda hech qanday shamollashlar ko'tarilmaydi deyishdi. Shunday bo'lsa ham men olib keldim, birinchi kursda oldik. Birinchi kursda olganimizdan keyin qizimga tomoqlar anginasi ancha kichraydi. Ovqat yeyishlari yaxshilandi. Kasal bo'lishlari kamaydi. Keyin Guliston shahriga qaytib borganimizdan keyin yana shifokorlarga ko'rsatdim. O'sha oldiramiz degan shifokorlar yo'q, anginasi kichrayishdi deyishdi. Lorlardan. Buni endi qaytarsa bo'ladi. Keyin Guliston shahrida bir lecheniya oldik, shamollab qolgandan keyin. Lekin bir lecheniya bilan ham yo'q, qaytarish iloji bo'lmadi. Keyin biz ikkinchi kursga ham qizim to'liq sog'aysin uchun 3-kursga ham shu yerdagi klinikaga olib keldim. Hozir qizim anginasi yaxshi, ovqat yeyishlari yaxshilangan, kasal bo'lishlari kelmagan. Men shu klinikaga, shu klinikaning xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xursandman. Katta rahmat. Bunda o'ziga xos jihatlar. Bizlar birinchi kursga kelganda Mindalina dedi, o'sha bodomchi bezlari juda ham kattalashgan. Bu surunkali tanzilitga o'tib ketgan, odatda buni operatsiya qildirishadi. Juda ham bir-biriga yaqinlashib, 3-darajada kattalashgan. Mindalina ham, o'sha bodomchi bezlari ham adenoid ham sostavi bu limfoid to'qima. Limfoid to'qimaning proliferatsiyasi, giperplaziyasi deydi, meditsina tilida kattalashadi, chunki organizmning immun tizimi pasaysa, o'sha joyda lokalniy bakterial hujayralar kirib qolish natijasida bu kattalashadi. Bizning metodika aynan terroristlik infeksiya yallig'lanishga qarshi, shishga qarshi kichik dozada antibakterial preparatlar bilan limfa tushkunlikka tushadi va interstisial bo'shliq orqali limfoid to'qimaga boradi va boshqa davolash samaradorlik bo'lmagan holatlarda ham bizning metodika yaxshi ishlaydi. Bu klinik suruvchilardan bittasi xolos. Biz juda ham ko'p natijalarni olib ko'rdik. Chunki operatsiya qildirib ham adenoid to'qimasini yana qaytib o'sganlar juda ham ko'p keladi. Endoskopda ko'rganda adenoid to'qima yana qaytib kattalashgan. Shu sababli bu surunkali tanzilit bo'ladimi, adenoid vegetatsiya bo'ladimi, har doim konservativ yondashish kerak. Har doim davolashga harakat qilish kerak. Bu operatsiya oxirgi chora. 3-4-daraja asoratlangan holatlardagina biz operatsiyani ko'rishimiz mumkin. Bu bemorimiz natija ko'rganligi uchun xolis fikrlarni bo'lishmoqda. Xudo xohlasa keyingi natijalarni biz chiqaramiz. Bizni kanallarimizni kuzatishda davom etamiz. Sizga katta rahmat.